Azizim senga tilayman Allohdan sabrlar o'zimga qo'shib Azizim seni asrayman bir jonim ikkala ko'zimga qo'shib bir jonim ikkala ko'zimga qo'shib Azizim bu dunyo hamisha bir kam joningni bersang ham kami to'lmaydi mening ham sen kabi kipriklarim nam hech kimsa hech narsa yupatolmaydi Nima? Sen yigit emasmisan? Hali u qizni olasanmi, yo'qmi? Kun bo'yi xiyobonda varaqlashib yurganiga o'laymi? Ko'rdingiz-ku, oyi, biz shunchaki Bo'ldi, gapirma. Gap ko'paytirma. Siz qizlarni tushunmaysiz-ku, oyi. Muhabbatdan bilmaysiz qanaqaligini. Muhabbat siz o'ylagan qizlardan emas. Bilmayman. Bilishni ham xohlamayman. Boshqa qizlar har holda sen bilan yetaklashib yurmayapti-ku. Bitta imo qilsam ko'rasiz. 100 ta qizingiz yuradi menga. Xusurda yigit bo'lgandan keyin kim ham xohlamaydi deysiz? U qiz seni tengin emas. Oyi, bo'ldi. Gap tamom. U qiz haqida boshqa menga umuman gapirma. Siz ham menga boshqa qizlaringizni umuman gapirmang. Yo'q degan. O'lganlar degan. Alo. 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 Shavkat aka. Shavkat aka. Chiqing, adasi, bir piyola choy ichib oling. Qaynoq choy damlab keldim sizga. Kela qoling endi. Hadeb siqilib urasizmi? Hech kundan beri tuz tatiganingiz yo'q. Choy deysan, Zebo. İçimde yonayotgan olovni dengizni suvi ham o'chira olmaydi. Men-chi. Yigit bo'lib birovga yalingan bola emasdi. Bo'yin egmagan odam qomati Zebo. Qarz so'rab hammadan
Sharmanda bo'ldim. Sharmanda. Agar o'sha marazni uchratib qolsam, o'ldirardim Zebo. O'ldirardim. Nima deganingiz? Unaqa demang, adasi. Oy, sizga bir nima bo'lsa, men nima qilaman? Axir biror ilojisiz topilib qolar. Qanaqa iloj? Ha? Kim topadi o'sha ilojni? Qanchadan qancha odamni aldab, chet elga ishga yuboraman deb, pulini, bor budini shilib olib qochib ketgan ablahni kim topadi? Zebo, kim? Pullarimni kim undirib beradi? Ha? Pullarimni eshiging tegdi turgan odamlarga qayoqdan qarz olib uzaman? Sani aka-ukalaring qo'llaydimi? Ha? Yo manikilar bir so'm beradimi? Zebo berib bo'pti. Ular menga o'xshagan ahmoq laqma emas. Agar ertaga sen bilan men bolalarim bilan ko'chada ko'ch ko'ronimizni ko'tarib yursak ham birov bu yoqqa kel demaydi Zebo. Shunaqa bo'lishini bilganimda sizni bu yo'ldan qaytarmasmidim? Bo'ldi qil. Hozir hammani hol o'ziga ayon. Siz akamdan o'pkalamang. Boshlarida to'y qilish tashvishlari bor. Uylariga ketma-ket sovchilik kelib yotibdi. Singillarim bo'lsin. ishga ketganlar. Ishga borganlari yaxshi. Mamashkam ishlamasa bizni kim boqadi? To'g'rimi? To'g'ri. Bashiralik kislik qilsan. Yo'q, hammasi yaxshi. Albatta yaxshi.
Hammasi chotki bo'lyapti. Yoshlik o'tib ketmasin. Hamma narsani totib ko'rish kerak. Hamma narsani ko'rish kerak. Ertaga hammasi o'lib ketamiz. Tushunding? Bor. Mamashkam ko'ngliga qara. Bola. Bola. O'tkir aka, O'tkir aka, siz bilan maslahatlashadigan gap bor edi. Mamashkam bilan gaplash. Mamashka bilan maslahatlash. Tushunding? Menga baribir. O'tkir aka, iltimos. Menga pul kerak edi. Cho'ntagimda O'tkir aka, menga ko'proq kerak. Iltimos, juda ham kerak. Ko'prog'i yo'q. Mamashkada bor. So'ra. Berarlar, ha. O'tkir aka, oyimlardan men so'ramayman-da. Iltimos, o'zingiz so'rab bera qoling. Men o'zim uchun so'rayman. Sen o'zing uchun so'ra. Tushunding? Boshqa. Asqar telefon qilsa, uyg'ot. Boshqalar uchun o'ldim. Bu yolg'on dunyoda, rost dunyoda, bu baland dunyoda, bu past dunyoda, bu jannat dunyoda, bu dasht dunyoda, sen misoli oqar daryosan ayon. Bu jannat dunyoda, bu dasht dunyoda, sen misoli oqar daryosan ayon. Ayon, 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 ayon. Yolg'onlar to'qishar butun chiqasan, haq so'zdan goh bag'ri tutun chiqasan. Yolg'onlar to'qishar butun chiqasan, haq so'zdan goh bag'ri tutun chiqasan. Jannatidan goho o'tin chiqasan. Dunyo ichra o'zing dunyosan ayon. Ayon, 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 ayon.
mehr sevib yashaysan vatanni joningda asrab yashaysan sen erk deb atalgan to'g'roqsan ayol 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 jannat Oyijon, haliyam yotmadingizmi? Odam qoli kelmadilarmi? Voy turdingmi bolam? Adang qo'ng'iroq qildilar. Ishda ushlanib qolayotgan. Unda yotavering, kaltlari bor-u, o'zlari eshik ochib kiraverarlar. Mayli. Xo'p. Sen borib yotgin bolam, erta maktabga kech qolasan. Turolmay qolasan. Siz uxlamasangiz men ham yotayman. Yuring, yota qoling. Jon, Shunaqami? xavotir olmang. Telefon qilibdilar-ku. Xo'p. O'zi shunaqa kechib turadigan odatlari bor-u. O'zim o'rgili, aqlligina tilla bolamman. Xo'p, mayli. Sen borib uxlavergin, yo birga boringmi? Birga. Oyijon. Oyijon. Soat 7 bo'ldi, turasizmi? Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi yotib turdingizmi? Yana kiyim olibsizmi qizim? Ishga
ishga borib kelsammi dedim oyijon. O'tkirjonga kim qaraydi? Javob olib kelaman. Ona qizim, ishxonachi o'yinchoq emas. Bir kun javob olasiz, 2 kun javob olasiz. Oxiri hammani ko'ziga yomon ko'rinib, voy xudoyim-ey, hey sizga birov ishlab pul topib kelgin deyaptimi? Mana uy, mana joy, hamma narsa yetarli bo'lsa. Ishlab qiynalib yosh umringizni ketkazib nima qilasiz? Bu yo'lgurri ishi 10 ta xotinga yetib ortadi-yu qizim. Undan ko'ra o'zingizga qarab, O'tkirjonni parvarishlab, yaxshi gapirib, yalloni qilib yururmaysizmi? Mani sizlardan boshqa, O'tkirjondan boshqa kimim bor? Hamma narsa sizlar uchun. Bilasiz, ko'chani odamiman. Boshimda mingta tashvish. Oyijon, niyatim ilmiy ish qilish edi-da. Menga qarang, oppoq qizim. Ilm hech qayoqqa qochib ketmaydi. Istasangiz, ana o'sha ilmiy ishni siz uchun boshqalar yozib berishadi. Siz faqat eringizni ko'nglini oling. Eringizga qarang. U yog'ini mana menga qo'yib qo'ying. Oyijon. Shu O'tkir akamlar bilan hech nima demoqchisiz? Nima demoqchisiz? Iye. Buni-chi turmush deb qo'yibdilar. Ana o'sha mushtiga chidasangiz, yashaysiz. Yengillik qilib, ersiz, qiynalib, har bir erkakning ketidan yugurib yurgan xotinlar qancha? Bundan ortig'i bo'lar ekanmi?